boshqalarga tavsiya qilmayman. Bu Abdurashid doktor bundan zo'ri yo'qdir. Shunchalik zo'r ochibdi Abdurashid aka, sizga gap yo'q. Rahmat. Esingizda bo'lsa, operatsiya paytida bemorimiz bilan gaplashib, narkoz bermasdan mahalliy og'riqlantirish ostida operatsiya o'tkazgan edik. Eng qizig'i, bemorimiz hali ham yo'g'oli. Xo'p, to'g'ri. Shu yerdamisiz? Kukulik otib chiqaring. Mana shu bemorimiz xudo xolasa bugun mana bir hafta bo'ldi, burunning spitlarni olib tashladik. Endi o'zlari tafsilotda gapirib beradilar. Bu Abdurashid akaga gap yo'q. Qo'llari yengil, qo'llari dard ko'rmasin. Bu Abdurashid doktor bundan zo'ri yo'qdir. Boshqalarga tavsiya qilmayman. O'zlaringda nima deydi, ichki tuyg'ularingga javob beringlarda, iloji bo'lsa Abdurashid aka bir ko'rib kelib keting. Operatsiya qilishi shart emas. Mana 3 kun, 4 kun, bir haftadan beri shunaqangi qiynalardim. Hozir yon atrofdagilar duxlarni hid burnimga kirib ketib, boshimda og'rib o'ryapti. Shunchalik zo'r ochibdi Abdurashid aka, sizga gap yo'q. Rahmat. Salomat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Alloh shifo bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xudo xolasa Tavsiya qilaman hammaga. Operatsiya qildirmasalaring ham bir og'iz kelib uchrashib, maslahat so'rab ketinglar.